Assalomu alaykum. Mani ismim Anvar Razzoqov. Men plastik xirurg, rekonstruktiv mikroxirurgman. Bugun umuman plastik xirurgiya va unga kiruvchi rekonstruktiv va estetik qismlari va rekonstruktiv qismidagi bir nechta kasalliklar haqida gaplashamiz. Umuman olganda plastik xirurgiya bu juda ham katta yo'nalishlardan bittasi meditsinada va uni estetik va rekonstruktiv qismi bor. Estetik qismi haqida ko'pchilik xabari bor. Ya'ni plastik xirurgiya deganda hammani xayoliga go'zallik yaratish, ya'ni kimdadir yoshlikka qaytarish, yanada go'zallik, qaysidir tanasini qismini o'zgartirish hisobiga qilinadigan operatsiyalar nazarda tutiladi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni rekonstruktiv xirurgiya qismi bor, plastik xirurgiyani. Bu qismda anormal holatni normal holatga keltirish, ya'ni tug'ma nuqsonlar yoki orttirilgan har xil holatlardan keyin uni normal hayotga qaytarish rekonstruktiv xirurgiyaga kiritiladi. Rekonstruktiv xirurgiyada bemorlarni tug'ilganidan, ya'ni tug'ma har xil nuqsonlar bilan tug'ilgan, ya'ni labida yorug'i, barmoqlarida anomaliyasi, qulog'i yo'q tug'ilishi va shunga o'xshab juda ko'p kasalliklar kiritiladigan bo'lsa, undan tashqari hayoti davomida kelib chiqadigan, ya'ni kuyishdan keyingi asoratlar, travmadan keyingi holatlar hammasi rekonstruktiv operatsiyalarga kiradi. Bugun shulardan biri kuyishdan keyingi holatdagi asoratlar haqida gaplashamiz. Kuyishdan keyin mana ko'pchilik biladi, temperatura, yuqori temperatura, qaynoq suv bo'lishi mumkin yoki qaynoq narsani ushlab olish, temir ushlab olish yoki ximikatlar yoki elektr tokidan kuyish jarohatlari bo'lishi mumkin. Lekin hammasini oqibati bir. Ya'ni bu yerda qaysidir to'qimani nekrozga uchrashi, kuyishi yoki o'sha joyda defekt paydo bo'lishi va uning o'rniga chandiq hosil bo'lishi, ya'ni biriktiruvchi to'qimani paydo bo'lishini hisobiga chandiqlanishi kiritiladi. Bunday holatlarda darajasiga qarab turib, bu har xil oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi men ilmiy qilib protsentlardagi darajasi haqida gapirmayman. Tasavvur qilinglar, teri va yumshoq to'qimani qavatlarini, ya'ni birinchi terining o'zida epidermis, derma va uning tagida yog' qavatlari bo'ladi. Agar oddiy quyoshdan kuyish bo'ladigan bo'lsa, odatda yuzak qavat, ya'ni epidermis qavati kuyib, pufakchalar paydo bo'lishi mumkin yoki teri ko'chishi mumkin. Bunday holatlarda derma qavatiga zarar yetmaganligi uchun chandiqlar paydo bo'lmaydi. Va bu holat ko'pchilikda savollar tug'iladi. Farzandim kuydi, boshida qizarib turdi, ozginadan keyin nimadir surdim, yo'q bo'lib ketdi. Yoki kimdir aytadi, chandiq bo'ldi, qizarib turdi, lekin vaqt o'tib o'sha chandiq joyi yanada o'sib ketdi deyshadi. Bunda biz tushunib yetishimiz kerak bo'lgan narsa bu qanchalik chuqur kuyishiga. Ya'ni chandiq qolishi uchun albatta derma qavatigacha kuyish bo'lishi kerak. Va buni oldindan qaysi kuyish, qanchalik chuqurligini aytish juda ham qiyin. Bunga maxsus moslamalar kerak va bu ko'pincha unda tekshirilmaydi. Endi teridan tashqari yog' qavatiga o'tadigan bo'lsa, bilasizki, yog' qavatini tagida yana ham mana fastsiyalar bor, mushaklar bor. Bu darajada chuqur kuyganda уже bizadagi, ya'ni terining tagidagi baryer, shu yog' qavati bu yumshoqlik himoya baryeri hisoblanadi. U kuygandan keyin uni o'rniga teri ko'chirib o'tkazilganda ham, ya'ni yuqa terini o'zi ko'chirib o'tkazilganda ham biz xohlagan tabiiy effektni olishimiz qiyin bo'ladi. Normal holatga olib keltirish qiyin bo'ladi. Bunaqa holatlarda terini ko'chirib o'tkazishni qon tomiri, terini yog' qavati va qon tomiri bilan ko'chirib o'tkazish operatsiyalari o'tkazilishi kerak bo'ladi. Bu chandiqlar nima holatlarga olib kelishi mumkin? Ya'ni bemorning hayotiga qanday ta'sir qiladi? Odatda chandiqlar agar bo'g'im sohasida bo'lsa, ya'ni masalan bukiladigan qismlarda bo'lsa, bu barmoqlarda yoki tirsak bo'g'imida yoki qo'ltiq sohasida, bunday holatlarda odatda chandiq tortadi. Nima sababdan? Bilamizki, kuygan joy, agar katta joy kuysa, tasavvur qiling, 10 ga 10 joy kuydi deylik. Bu bitayotgan paytda har doim
tortishishadi. Ya'ni chandiqlanish protsessi davomida atrofdagi to'qimlar tortishadi. Va shuni hisobiga 10 ga 10 joy, 6 ga 6 yoki 5 ga 5 darajada, 2 baravar darajada tortishishi mumkin. Bu tortishish terini tortgani hisobiga qaysidir joyi tortib qoladi. Agar yuz sohasida bo'lsa, ko'z tortilishi mumkin, burun tortilishi mumkin. Bir xil holatlarda quloq kuyganda quloq buralib, yopilib qolishi ham mumkin. Bu agar qo'lda, oyoqda, tananing boshqa qismlarida bo'lsa, xuddi shunaqa boshqa qismlarni ham tortib qoladi. Bunday holatda plastik jarrohlar rekonstruktiv operatsiyalar bilan bularga yordam berishi mumkin. Yordam berishi darajasiga qarab turib, boya aytganimdek, terini o'zini yuqi qilib ko'chirib o'tkazish yoki kerak bo'lsa terini qon tomiri bilan, yumshoq to'qimasi bilan ko'chirib o'tkazish operatsiyalarini o'tkazish mumkin. Agarki travma juda ham chuqur bo'lib, mushaklarga ta'sir qilsa yoki qaysidir nerv to'qimalariga ta'sir qiladigan bo'lsa, unda operatsiya yanada mushkullashadi. Bunda funksional tiklanish uchun tananing bir qismidan mushak ko'chirib o'tkazilishi mumkin yoki nerv tolalarini ko'chirib o'tkazish mumkin. Bu ham rekonstruktiv plastik jarrohlik qismiga kiradi. Agar oila a'zolaringizda yoki kimdadir kuyish holati kuzatiladigan bo'lsa, birinchi navbatda kombustologiya bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi yordam berib, bemori yarasi bitishiga yordam berish kerak. Va agar u sohada asoratlari, chandiqlanish yoki kontraktura holatidagi asoratlar bo'ladigan bo'lsa, undan keyin rekonstruktiv mikrojarrohlarga murojaat qilsanglar, u joyi tiklashga yordam berishimiz mumkin. Rekonstruktiv operatsiyalarda terini qon tomiri bilan ko'chirib o'tkazish, to'qimalarni qon tomiri bilan ko'chirib o'tkazish operatsiyalari 5 yil oldin boshlaganmiz. Bu operatsiyalar shu paytgacha faqatgina rivojlangan davlatlarda, chet ellarda o'tkazilardi, ya'ni Turkiya, Hindiston, Koreya, Yevropa va shunga o'xshash rivojlangan davlatlarda o'tkazilardi. Va hozirda bu operatsiyalarni O'zbekiston sharoitida ham o'tkazsak bo'ladi. Meni o'zimga, masalan, Qozog'istondan bemorlar kelishgan, bu operatsiyalarni o'tkaza oladigan vrach siz ekansizlar deb, ya'ni chet elga borish o'rniga yoki men bir nechta bemorlarim bor, Hindistonda, Turkiyada davolangan, lekin natijalari yoqmagani hisobiga bizda O'zbekistonda ham shu operatsiyalar qilinayotganini bilib, o'zimizda O'zbekistonda shu operatsiyalarni o'tkazib, ularga yordam bermoqdamiz. Bitta holat esimda bor, qirg'izistonlik bemor Hindistonda davolangan, lekin natijasi yoqmagan va O'zbekistonda bu operatsiya o'tkazilayotganini bilib, O'zbekistonga kelib, bizda davolanib, yaxshi natija olib, xursand bo'lib ketishdi. Kuyish holatlari odatda ko'pincha bolalarda kuzatiladi, chunki bolalar bexosdan issiq narsalarni tortib olishi yoki issiq suyuqlik ustiga yiqilib tushishi kuzatiladi. Viloyatlarda ayniqsa gaz bilan muammolar bo'lib turadi yoki yerda qozonda yoki katta temir tog'oralarda qaynatgan sut yoki suv bo'ladi. O'sha yoki bitta holat bo'lgan, o'rada, ya'ni chuqur ichida cho'g' turgan, bola oyog'i bilan tushib ketgan, o'sha cho'g'ga oyog'i kuygan va bunaqa holatlarda birinchi navbatda boya aytganimdek kombustologiya bo'limiga murojaat qilinadi. Bemori umumiy holati stabillashtirilgandan keyin jarohat sohasi bitishiga qarab turib rekonstruktiv operatsiyalar rejalashtiriladi. Lekin bitta narsani aniq ayta olaman, qanchalik kichkina bo'lsa bola, shunchalik ularda tortishish holatlari ko'proq kuzatiladi. Sababi bola tez o'sadi, lekin chandiq o'smaydi. Shuni hisobiga kuygan vaqtida tekis holatda bitsa ham chandiq o'smaganligi hisobiga vaqt o'tib uni barmoqlarini tortib qolishi mumkin. Shuning uchun har doim maslahat beramiz, iloji boricha tortib qolmasidan operatsiya qilish kerak. Sababi qaysidir bo'g'im tortib qolish hisobiga harakati chegaralansa, shu bo'g'im qotib qolishi mumkin. Qotib qolgandan keyin bu bo'g'im o'z funksiyasini bajarmasdan suyaklanish boshlaydi. Ya'ni bo'g'imdan ayrilib qolamiz. Va uni tiklash uchun
undan ham katta, undan ham riskovanniy operatsiyalarni, bo'g'im ko'chirib o'tkazish operatsiyalarini o'tkazishga to'g'ri keladi. Operatsiyani davomiyligi haqida gapiradigan bo'lsak, teri ko'chirib o'tkazish amaliyoti qilinadigan bo'lsa, odatda tanani boshqa qismidan terini o'zini yuqi qilib olib, ko'chirib o'tkazish kerak bo'ladi. Ya'ni bu operatsiyamiz davomiyligi jihatdan 2 soatdan 5-6 soatgacha davom etishi mumkin. Bu hammasi hajmga bog'liq. Endi terini yog' qavati, qon tomiri bilan ko'chirib o'tkazishga keladigan bo'lsak, bu operatsiyalarda biz terini qon bilan ta'minlaydigan o'sha sochishi qalinligida keladigan 0,5-0,6 millimetrdagi perforant tomirlarni ajratib, mikroskop tagida ko'chirib o'tkazadigan joyimizga o'sha yerda qon tomirligi ulashimiz kerak. Arteriyasini arteriyasiga, venasini venasiga va bu operatsiyaning davomiyligi o'rtacha 12-14 soat davom etadi. Va bu juda ham qiyin. Vrach uchun ayniqsa. Bemor endi uxlaydi, agar holat stabil bo'ladigan bo'lsa, bemorga hech qanaqangi zararli joyi yo'q. Lekin operatsiya juda ham mushkul va o'ziga yarasha riski bor. Bemorlardan shunaqa savol tushadi, ko'pincha so'rashadi, ayniqsa ota-onalari farzandiga ichidan achinib, ayniqsa ko'p joyi kuygan holatda tanani boshqa qismidan teri ko'chirib o'tkazish kerak bo'ladi. Ota-onasi so'raydi. Mendan teri olib ko'chirib o'tkazsa bo'ladimi deyshadi. Afsus, buni iloji yo'q. Nima uchun? Hammamiz bilamizki, agar kimdadir buyragida yetishmovchilik bo'lsa, jigarida yetishmovchilik bo'lsa, hozirgi paytda yurak ko'chirib o'tkaziladi. Boshqa odamdan, ya'ni boshqa odamga organlarni ko'chirib o'tkazsa bo'ladi. Lekin ko'pchilik bilmaydiki, bu organ ikkinchi odamning organizmida yashab qolishi uchun bu bemor umrini oxirigacha immunitetini tushirib turadigan immunodepressor dorilarni qabul qilishi kerak. Ya'ni organizm bu yot organni отторжение, ya'ni o'zidan itarib chiqarmasligi uchun immunitet tushirib turishi kerak. Va taroziga qo'yadigan bo'lsa, ya'ni teri chandiq va ikkinchisi butun umr immunitetsiz yurish. Bu degani har xil kasalliklarga moyil bo'lib qoladi. Hech qachon terini boshqa odamdan ko'chirib o'tkazish tanlanmaydi. Shuning uchun logikaga to'g'ri kelmaydi. Har doim bemor o'zidan ko'chirib o'tkaziladi. Agarki hayot bilan o'lim o'rtasi bo'lsa, ya'ni bilasizlar, jigar yoki buyrak yetishmovchiligida bemor agar shu organ ko'chirib o'tkazilmasa o'ladi desa, unda ko'chirib o'tkazish amaliyoti o'tkaziladi va umrbod o'sha dorilarni ichib yuradi. Lekin teri ko'chirib o'tkazish uchun bu narsa qilinmaydi. Boya aytganimdek, kuyish darajalariga qarab yuzaki, chuqur. Ko'pincha yuzaki kuyganda bemorlar och pushti rangda bo'lib turganda bo'ldi, bu bitib ketdi, bu o'tib ketdi deb o'ylashadi. Lekin bir xil holatlarda shu rozvoy chandiq teridan o'sishni boshlaydi. Ya'ni boshida bitgan holatda tekis turgan, yuzida masalan kuyish, ya'ni qanaqadir gaz portlashini hisobiga yuzida qizg'ish bo'lib turgan chandiqlar bir necha oydan keyin bo'rtib, juda ham xunuk chandiqlarga olib kelishi mumkin. Va buni oldini olish kerak har doim. Buni bemorlar tushunib yetish kerak. Buni oldini olish uchun maxsus o'zini plastrlari bor. Shulardan biri Eklar degan plaster bor. O'sha plastrlarni yopishtirib, bu chandiqlarni qizarishini tezroq ketkazib, o'smasligini oldini olish kerak. Agar oldi olinmasa, operatsiya o'tkazishga to'g'ri keladi. Agar kuyishdan keyingi asoratlar bo'yicha, ya'ni chandiqlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol Medicalka ilovasi orqali onlayn yoki offlayn konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Va bu ilova orqali faqatgina meni soham bo'yicha emas, bundan tashqari minglab boshqa vrachlar bilan konsultatsiya olishingiz mumkin bo'ladi.